müsabakası. Beden cenab koştur faaliyeti olan bilen, ama içtimai hayatta birlikte ötülüğü, hemkarlış ruhini ötülüğü, yetekçiga itaat kıldırış evvelisinden yaxşı bir faaliyet var. Bugün seviliş bilen hayat nişanı oluşan nişan karab yükümlü var. Köreş her bakılış için onun ilgili var. Bir yaxşı bir faaliyet. Xuddi biz bu musobaqasida nishonga yetish, maqsadga yetish, ya qarshi tarafda yenish uchun ciddi holatda, ruhli holatda charchab ketsakmi, terlab ketsak bardashlik berganda, bu hayotda qiyinchiliklar bardashlik qilish lozim. Bu hayotdan qiyinchilik yenish uchun o'tdan o'qish lozim. Xatlardan qutulish uchun yaxshi tirishga o'qish lozim. Xuddi bu hayotda yoki futbol musobaqasida natijaga erishsak, xursand bo'lib ketgandek, ama büyük hayatımı, siyasi hayatımızda, ijtimai hayatımızda g'albiga qarab ilgirlashga to'g'ri keladi. İmaniy kuch-quvvat, axloqiy kuch-quvvat, fikriy kuch-quvvat, aqliy kuch-quvvat, bilim ma'rifatning kuch-quvvati va badanning kuch-quvvati bu musulmonning go'zalligi. Kuch-quvvat faqatdan badan bo'lmaydi. Aqlli bo'ladi. Axloqli bo'ladi qardoshlar. İmanlı bulunur, fikirli bulunur. Hadisde deyilgəndə güçlü mümin, aciz mümindir yaşayır. Biz her taraftan güçlü alsak şu vaxt yaşlıq qilishariz. Futbolda yaxşı olar, bilim ma'rifat kelishib esa, o'qishda og'irligini tutib qalsak yaxshiligimiz tugaydi. Futbolda yaxshi olar, axloqimiz buzilib tutib qalsa yaxshiligimiz tugaydi. Futbolda yaxshi olar, iymonimiz so'p qalsa yaxshiligimiz tugaydi. Her tarafta yaxshi bo'lish, her taraf güzel bo'lish, bu hayotga sakasasi hepsini bo'ladi. Bu oyatda men ansori ilalloh. Allah kim yordamdir bo'lsa, mana biz tayyor deydigan ajroqqa ega bo'lish, bu eng yüksek. Bitti. Yetakchi olg'ada, tudik shag'an vaqtida hech narsa qaramasdan, ishqilib ketganda, bo'lib ketgan parvo qilmas ilgirliganda, bu hayot yo'liga Peygamberlerin davetiga biz tayyor deydigan vaqt yetildirish bu musulmonlarga tazim. Alloh taolo sizni har vaqt birlik ro'yi bilan, tashkillik ro'yi bilan, hamkorlik ro'yi bilan sharkat qilgan yaxshi o'g'illarni